Tugilishi noodatiy, xamirlari qavat-qavat, juda ham mazali somsa tayyorlaymiz. Demak, somsalarning xamiri uchun 400 ml xona haroratidagi suvga 1 choy qoshiq tuz hamda 600 gram un solib, yumshoq, qo'lga yopishmaydigan elastik xamir qorib olamiz. Doimgidayman, oliy navli turon unlardan foydalanaman, chunki u bilan barcha taomlarim mazali chiqadi. Tayyor xamirni teng ikkiga bo'lib, tinishi uchun ustini yopib 15 daqiqaga qoldiramiz. Xamir tingunga qadar saryog'i eritib tursak bo'ladi. Buning uchun tovaga 250 gram saryog'i solib eritib olishimiz kerak. Mazali qalliq saryog'i nafaqat nonushta uchun, balki somsalarimizni kumur-kumur, qat-qat chiqishi uchun ham zo'r tanlov. Saryog' erib oldi, uni iliguncha qoldiramiz. Bu orada xamir ham tinib oldi. Endi uni bittadan yoyishni boshlasak bo'ladi. Xamirni juda ham yupqa qilib chuchvara mantilaga yoyilgandek qalinlikda yoyamiz. Shunda somsalarimizning qavatlari bilinib chiqadi. Birinchi xamirni ochib bo'lganimizdan so'ng buni buklab chetga olib qo'yamiz. Ikkinchi zuvalani ham xuddi birinchisini kattaligida ochib olishimiz kerak. Endi xamirga eritib olingan saryog'i yarmini surib, ikkinchi yoyilgan xamirni joylashtiramiz va qolgan saryog'ni ham surib chiqamiz. Xamirni o'qlovga o'rab, o'rtasidan kesib ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Buni yana teng ikkiga bo'lib, ustimiz saryog' tomonlarini birlashtiramiz. Hosil bo'lgan lentani endi taxminan 2,5 sm qalinlikda kesib chiqamiz. Mana shunaqa qavatlari ko'pgina bo'lgan zuvali chiqadi. Xamirlarni idishga taxlab, sag'al qotib taxminan yarim soatga muzxonaga olib qo'yiladi. Ungacha somsalar uchun o'zimizga yoqqan nachinkani tayyorlab tursak bo'ladi. Men go'sht va kartoshkali qiyma tayyorlayman. Sizlar ko'katli, qovoqli, tovuqli yoki kartoshkani o'zidan nachinka tayyorlab olishingiz mumkin. Endi ozgina qotib olgan xamirni dumaloqroq ko'rinishda yoyib, ichiga 1 osh qoshiq to'la qiyma solamiz va xuddi videoda ko'rsatganimdek somsani tugib olamiz. Shu tariqa hamma somsalarimizni tugib, pishiriq qog'oz qo'yilgan listga yaxshilab joylashtirib taxlab chiqamiz. Ustiga tuxum surib, xohishga ko'ra kunjut va sedan sepshingiz mumkin. Somsalarimiz oldindan 200 darajada qizib turgan duxovkada 35-40 daqiqa atrofida ustalari chiroyli bo'lib qizargunicha pishiriladi. Ushbu masalliqlarda umumiy hisobda menda 28 dona somsalar chiqdi. Pishib chiqqan somsalarimiz ko'rib turganingizdek chiroyli, og'izda eriydigan, kumur-kumur bo'lib chiqqan, ishtahanglar ochilib shunaqa somsalarni yegili kelib ketgan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ringlar. Fayzli oshxonamda keyingi videolarda ko'rishguncha hammalarga xayr.